Çimbuloq to'g'ri oldidagi barliq to'rdosh do'stlar, yaxshimizlar, men sizlarning do'stinglar Reynat Mahmud. Bugun 1-oyning 25-kuni shanba. Biz Xinjiang san'at yurti opera teatr o'mikiga keldik. Bugun bu yerga kelishdan maqsad biz uzoqdan buyon kutib turayotgan go'zal tabassum odimiy san'at kechiligi boshlashni turibdi. Bugun bu kechilikka danglik cho'lponlarimiz o'ziniki nodir etodlardan boshqa yana danglik naqshchilarimizdan bo'lgan go'zal Qurbon, Abduqodir Yargeli, Mo'minjon Anikin qatori naqsh cho'lponlarimiz o'zining yiqimliq mo'lliq kuylarini berib keldi. Agarda kechilikninki tafsiloti Sizden tuğulan gününüzge motor, kisikip kaldı. Ben bunu yukarıda almıştır ben. Şunu ulan mekiyen paket, üzerinde mi kan ekil pedinli mi? Tatmamla. Ma buzuklarını köydünlü mü? Ma resvanını buğuzlar büyütün. Ay maslasın çıkesler. Ben çıktı, neye çıktı kadınmadım ne? Bu ayal benim ayalım tulsa. Üyerlerde subamı da. Kim gidir bu kadar? Kimge? Belki tok var, ben de tok yok bende. Bugünden bir yıl 3 ay 19 gün oldu tutamsa, bir kıtımda baktı zalda uçaraklı ameliyat şakır koydun yine geldi. Ben 4 kıtımda bir şakır koymaydı ama deydim. Onu dikine, iş boğandaki kaldıracağım, bunu dikine. Evet bu yalıgan tadı yok. Oy neyse yok tadını rolun çıktığa eğertişlerler. Dada? Yok, dada değme. Dada değme. Ya dada değme, dada. Dada değme. Dada. Oy öldürdü ben, ravır sıkıradı. Muşu çetelge export boğula kılıvızım oldu ha. İlişkisine de muşuculuk çıkma. Çetelle bir oku işlendim. O kodilekte bizi cıktırsa zaratkalıklarda mesela kıroran güzel edikindeki. Çıkınıncılık yağa üretmen raşalığın bili bağada çıksa yalan kadın bili olur. O tane xiri tostekler abi. Pijo mesma. O ben de pijo oksaydı zütnü. Hey bana kısas toplaydı. Oturayım. Ben bir adli işçiyim. Ben şu anınızdan erkek sekreterasının orada icarı alan obraz. Assalomu alaykum Çimbuloq to'g'ridagi to'rdoshlar yaxshimisizlar? Bugun Adlikamniki etod kechiligi aytib muvaffaqiyatlik yaxshi davomlashyapti. Etod qismimi asosiyatdan ko'nglimiznikidek yaxshi chiqdi. Tomoshabinlarning inkosi mendan yaxshi. Gerçi ko'ni etod o'ynagan bo'lsak-mu, lekin tomoshabinlarimizniki bunaqa bo'lgan inkosi mendan yaxshi bo'ldi. Etodlar rast deganda ko'ngildagidek o'ynaldi, chunki tomoshabinlarning inkosi yaxshi bo'lishga artistlarimiz bor kuchini chiqarib rolni aytdi yaxshi chin hissiyatli yaxshi o'ynadi. Bo'lib Odilkam bek yaxshi o'yindi. Shunlashqa bugungi inkosi mendan yaxshi. Yana 3 maydon qo'yamiz. Qolgan tomoshabinlarimiz bor. Menimcha cho'qib o'zal bu kechiligimizdan yaxshi maslash ketadi deb o'ylayman. Çimbuloq to'g'ridagi barliq to'rdoshlarning har qachon salomat bo'lishini, xushal-xuram turishini,
Çınbulaq to'ridagi to'ri xizmati bilan mulozimat qilayotgan barliq mulozimlarning xizmatini qo'llashini chin ko'nglimdan umid qilaman. İntayin xursandman. Çınbulaq to'ri biz bilan bugun hamnafas so'rab boshdan oxir tashviqot bo'lyapti. Bir necha kundan oldin biz tashviqot qilgan. Bugun bu boshdan oyoq bizning o'yinning xabarini beryapti. Buni da intayin xursandman. Bugun men intayin hayajonman. Albatta buni demisam-mi, mening qalbimni tomoshabinlar xalqlar tushunadi. Chunki bugun adillik itot kechiligi bo'ladi. Hamma hozir tugadi. Men hayajonimdan bu gapni so'zib o'tirishni xohlamayman. Men oldindan ma'murdan fursat yaratgan, menimizdan o'stirgan, menimizdan beqib cho'nqan ota-onam bor. Mening xizmatimni qo'llagan oilam, yaqinda bo'lgan, hamnafas bo'lgan do'st birodarlarimga, eng muhimi tashkilimga. Shuningdek, menga aralamaydigan sirdoshlarım, xizmatdoshlarim, sakindoshlarimdan intayin minnatdor bo'ldim, xursand bo'ldim. Agar ular bo'lmagan bo'lsa, bu mumkin emas. Bu teatrchilikda bo'lib, itoatchilikda yolg'iz chiqib o'zi bir faoliyat o'rlashtirman demak, bu pek tashkil to'xtaydi. Bizim ikrarlarımızdaki numaralarımızı koygan kim bu meni gapimni cho'qib tushunib yetdi. Bugun san'atkorlarga ait qizg'in kayfiyatda mening bu kechiligimga yordamli bo'ldi, hamnafas bo'ldi. Men intayin xursand bo'ldim. Bundan keyin mening shu ishlarimga yaqin yordam bo'lgan barliq abiym yuqorida deb ketgan barliq tarmoqlarga, tashkilimga, do'stlarimga, sirdoshlarimga, meni qo'llagan kasbdoshlarimga chin yurtimdan rahmat aytaman. Bularning tuni aman bo'lsin. Bizim teatrchiligimiz menga yashasin. Albilan assalomu alaykum. Çınbulaq to'ri bekitidagi aziz to'rdoshlarimiz. Albilan men samimiy salomlarimni yo'llayman. Mana shunday bir yaxshi bir fursatda, yaxshi bir vaqtda sizlar bilan yana yuz ko'rishganimdan intayin xursandman. Endi o'zimizning gapiga kelsak, mana bugun necha oydan beri taqozolik bilan kutgan tashviqotlarimizni ko'rgan Şinjan Sanat Yurti Opera Tiyatro Ömürlüğü'nün teşkilişi bilen Adil Müjit, Nadir İtot, Nakşikeçiligi bugün Tuncu Meydanı'nı nayet kalbilik aldı yaptık. Endi ben bu keçiligimizde riyasetçiliğimiz bütün bilen tamashbilarımızdan didarlaşkandan keyin endi şu tamashbilarımızdaki her bir çıray mimikilerden, alkışlardan, yoshlarimizniki ko'tarinki ruhlardan demek Adil Müjit efendininki nadir tanlanma itoatlari yanıla xalqimizniki yuqori bahasına erişti deb o'yladim. Biz san'atkorlarniki eng cho'ng o'qituvchisi, eng cho'ng baholovchisi ana shu tovanda o'tirib biz uchun guldastlarni, biz uchun chavaklarni, biz uchun uzilmas ovozlarni chiqarib qo'ygan ana shu eng suyumli qarindoshlarimiz, eng suyumli tomoshabinlarimiz. Xo'sh, xayrlik. Keş olsun qarindoshlarimiz. Assalomu alaykum Çınbulaq to'rining aziz ko'ruvchilar, to'rdoshlar sizlarga men Shirali Altekindan sevgili salomlar yo'llayman. Men bu qatim hurmatli ustoz san'atkorimiz Adil Müjit efendimninki konsert epizod kechirdik. Biz ham yaxshi ko'rgan bir ikki naqshni chunki bu kishiga bo'lgan ustozimizga bo'lgan hurmatimiz cho'nqur. Mana shunday o'z kasbimizga hürmetimiz çünkü şu vəzdən mən özüm yaxşı ko'rgan bəxt naqsi və şundaqlar. Ərzimdə Eytay namidagi klassik naqshlarımızda kəm yaşlarımız var. Yaxşılıq halda hep geldim. Şu bahanada sizlərlə ekran arqılıq və Çınbulaq to'ri arqılıq sizlərlə uçraşqanımda intayin xursandman. Hammalarga tinch va saqliq va salomatlik, oilalarga tinchlik, osoyishtalik, barakat yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Çınbulaq to'ridagi to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Adil Müjitning itoatchiligining o'rtasida sizlar bilan yuz ko'rishganimdan, suhbatlashganimdan intayin xursandman. Endi bugun mana bizning Uyg'ur teatrchiligiga cho'ng to'plarni qo'shgan, Uyg'ur turmushiga itoatchilikni boshlab kirgan bizning boshlamchi sarkarimiz Adil Müjitning nadir itoatlaridan tomoshabinlarni huzurlantirib turibmiz. Assalomu alaykum, hurmatli Çınbulaq to'ridagi to'rdoshlar. Bugun ham men shu munosabat bilan Adil akamninki kechiligiga o'zimning bir kishilik kichkina ozgina bo'lsin tuhfamni qo'shib, ozroq bir dam olish fursati, hodiq olish fursati berish uchun
bu kechilikka qatnashib turibdimi? Avaydan beri nomerlar o'rlanyotdi. Adilkamning bundan burundan tatib o'rlab kelgan itotlari va yangi itotlari, yangi obrazlari chiqyotdi. Ama Adilkamningki itotchilikdagi obrazi intayin qaydi. Chunki Adilkam itot o'ynasa birla obraz ochib qolmaydi. O'zi xohlagan shu nimaga ehtiyojli bo'lsa, shu itotdan nimaga ehtiyojli bo'lsa, o'ziga tushadiganlar rolni yarata oladi. Xuddi o'zi shu asardagi shu obrazdek. Adilkam hech qanday itotda bir obraz bo'lib qolmaydi. Hamma itotlarga chiqsa birla obraz yaratan odamlar bo'ladi. Lekin Adilkamningki obrazi har xil. Bu Adilkamningki itotchilikga bir cho'ng alayidlik. Adilkam yana davomli bunidagi texmo shukur nuqtalarga chiqsa. Qadimdas to'rdoshlar, bugungi tunji maydon Adil Mijit itot kechiligi vaqt munosabati bilan mishada oyoqlashdi. Kechilik nihoyat muvaffaqiyatli ham jonliq bo'ldi. Agarda bu kechilikka naq maydonga kelib ko'rish niyati bor to'rdoshlar bo'lsa, 26-slar, ya'ni ata, ondan keyin 29:30 uch maydon yana qo'yilmoqchiga xabardor bo'lgaysizlar.